Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videoda biz dunyo tarixidagi eng arzon Stars qayerda ekanligini gaplashib o'tamiz. Bu Stars dunyoda eng arzon Stars sotuvchi hamyon nomi bilan atalgan bot hisoblanadi. Hozirgi kunda 13.000 deyarli 14.000 ta obunachisi bor. Bu aniq ishlaydi chunki menga bu o'z to'lovlarini ham qilib bergan. Bunda siz ton olishingiz, toningizni sotishingiz mumkin. Stars va Starslarni sotish mumkin. Tonni narxi bir donasi 16.930 so'mdan. Bu o'ta yaxshi degani. Va ton sotsangiz, siz o'zingizni toningizni sotmoqchi bo'lsangiz birozdan keyin ishlaydi. Stars olmoqchi bo'lsangiz esa 100 ta Stars 19.900 so'm, 50 tasi 9.950 so'm. Bu juda ajoyib degan. Kanaldagi postlarga Stars ham bor. Bu ham arzon. 100 ta deb ko'raylik. 18.000 so'm bo'ladi mana. Endi bu yerda siz NFT giftlarni ham sotib olishingiz mumkin. Xohlasangiz o'zingiz sotuvga qo'yasiz, sizda qaysi model bo'lsa o'shani tanlab yoki giftlar olasiz. Do'stingizga olishingiz ham mumkin. Keyin bunda pul ishlasa ham bo'ladi. Qanday deganlar uchun o'zini guruhi bor. Bu guruhga hamma narsalarni yozib boradi. Kim nima qildi, NFT sotmoqchi bo'ldimi yoki sotuvga qo'ydimi, shularni yozib boradi va bularda bonus beradi mana. Star sotib olingan 15 talik gift, to'lov 2700 so'm, bonus 12.015 so'm. Bu 5 minutda bir tashlaveradi, chunki odamlar ko'p oladi. Chunki ishonchli va yaxshi, tez, soniyaga qolmasdan va bu pastda studentlar olishingiz ham mumkin. Premium ham olish mumkin. Skidkada bir oylik 15.000 so'm. Eng qizig'i bu akkauntga kirilmasdan olinadi va PUBG o'yinchilari uchun ham UC'lar bor. Bu даже birorta katta PUBG'chilarda ham bunaqa narxlar emas. Shunaqa qilib siz NFT Stars ton olishingiz mumkin. Stars eng arzon. Bu o'zini Telegram rasmiy saytidan ham arzonroq. Giftlar bor. 15 talik gift, 13 ta Starga almashtirsangiz bo'ladi. 2700 so'm. Yangi ayiqcha bu. Yangi ayiqcha degani mana bu yerdagi yangi ayiqcha kelgan. Mana shuni 9.000 so'm evaziga olsangiz bo'ladi o'zingiz uchun kolleksiyaga. Bu botning linkini o'zim kommentariyaga joylab qo'yaman. Albatta kirib Stars olishingizlarni maslahat beraman. Bu даже fragmentdan ham arzonroq. Ko'p usullar bor bunda. Stars olsangiz ham bo'ladi. Bu ishonchli emas deganlar uchun men o'zim ham ishlatib ko'rganman bir necha bor. Mana 11 ta Stars sotganman. Bir dona Starsning narxi bunda 1300 so'm, 30 so'm, 130 so'm. Bu yaxshi. Sizga kerak emas Starslarni sotib olsangiz bo'ladi. Mana tushirib bergan. Bundan avval chekni shunday holda tashlaysiz. Ton ham sotib olganman. Agar laykimiz 50 tadan oshsa, keyingi videoda
muzlatilgan akkauntdan chiqishni o'rgataman.